Barchaga salom. Sizlar bilan bugun yana 4-sinf yondosh mavzuni misollarini, ya'ni uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, bitta like va kommentariyada o'z isog'ingizni va fikringizni bildirib qolish esdan chiqmasin. Xo'p, buni boshladim. Xo'p, qarang. Hozir biz mana bu 8-sinf bajaramiz va qulay usulda hisoblang deyapti. Men buni varaqa, ya'ni tayyor qilib mana ishlab oldim sizlarga. Hozir ko'rsatib ketaman. Qarang, bu yerda 7 densimetr va 4 sentimetr kub, 8 sentimetr kub bularni alohida yozib oldim. Bu yerda esa 521 santimetr kub, 569 santimetr kub va 229 santimetr kub. Bularni alohida yozib oldim va mana bu joyga qarasangiz, bitta tagiga detsimetr kublari tagiga bitta chiziq va santimetr kublariga ikkitadan chiziq chizib oldim. Ya'ni sizlar ajratib olishlaringiz uchun. Va bu joyda men birinchi amalni sizlar ham mana bu ekranda ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana bu 7 densimetr va 4 densimetr kub va 8 densimetr kublarni xuddi menga o'xshab alohida yozib olasizlar va 520 santimetr kub va 569 santimetr kub va 229 santimetr kublarni alohida ajratib olamiz va xuddi mana shunaqa oson bo'lishi uchun mana ko'rib olishingiz mumkin. Endi bu joyda xo'p, nima qilamiz? 7 densimetr kub va 4 densimetr kub ikkalasini qo'shamiz. 8 densimetr kub bo'ladi. 11 densimetr bo'ladi va 8 ni ayirsak mana bu joyda 3 densimetr kub bo'ladi va bu yerda qo'shib olamiz. Endi bu joyda qarang, bu joyda nima qilamiz? 521 santimetr kub plus 569 santimetr kub va plus 229 santimetr kub. Xo'p, endi bu yerda nima qilib olamiz? Bu yerda 521 santimetr kub va 340 santimetr kub qo'shib olganmiz. Ya'ni hammasini qo'shib olamiz va qo'shib olganimizdan so'ng va bu yerda 861 santimetr kub bo'ladi va mana bu joyda ishoramiz. Xo'p, bittasi ayirish bo'ladi. Xo'p, buni ham ko'rib o'tasizlar. Mana bu joyda ayirish bo'lganligi sababi mana bu joyda 229 ni xo'p ayiramiz. Chunki mana buni ikkalasini qo'shib olsak 520 santimetr va 63 santimetr kublar. Hozir mana qo'shib olamiz mana bu joyda. Xo'p, mana bu joyda yozib olamiz. 521 569. Xo'p, 0 689 1000. Xo'p, 229 ni ayirib olamiz bu yerda. 229. Xo'p, ayiradigan bo'lsak 1 qoladi. Xo'p, bundan 6 qoladi va bundan ayirsak 8 qoladi va mana bu javobimiz, bo'ladi 3 sentimetr kub. Endi mana bemalol ko'rib olishlaringiz ham mumkin. Mana aka, bemalol daftarlaringizga yozib, qaytadan o'rganib olsangiz bo'ladi. Faqat mana bu ishoramiz va minus bo'ladi. Buni yana bir bor takrorlab o'taman. Mana bu joy minus bo'lgani uchun. Xo'p, endi keyingisi mana 9-uyga vazifaga o'tamiz. Mana bu 9 ga o'tamiz. Ya'ni deyapti, qarang. Bu yerda ikkita piyoda bir-biriga tomon yo'lga chiqdi. Ular orasidagi masofa vaqtning dastlabki lahzasida 104 kilometr edi. Tasavvur qiling, siz ikkita o'rtoqsiz yoki ikkita tengdoshsiz, bir-biringizga qarab yo'lga chiqdingiz. Ularning orasi 104 kilometr edi. Xo'p, siz birinchi piyoda, misol uchun siz yoki do'stingiz birinchi piyoda 3 kilometr soat, ikkinchisi esa 5 kilometr soat tezlik bilan yurdi. Ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi? Ya'ni ikkalangiz bir-birlaringiz qancha vaqtda uchrashasizlar va uchrashgunlaricha ularning har biri qanday masofani bosib o'tadi? Ya'ni bu yerda men tayyor javob keltirib chiqarib qo'yganman. Misol uchun 3 kilometr soatda birinchisi 39 va 3 kilometrligida 39, 5 kilometrligida 69 va 104
kilometr yig'indisini umumiy ikkalasini qo'shib har bir alohidagisini qo'shib chiqarib qo'yaman. Endi mana bu varaqa, ya'ni daftardagimizga qaraymiz. Mana misol uchun, mana ikkita o'rtog'ingiz birinchisi 3 kilometr soat bilan bu yoqqa qarab yuryapti, bunga qarab, va siz 5 kilometr soat bilan ya'ni do'stingizga qarab yuryapsiz. Ikkalangizning harakatlangan masofalaringiz 104 kilometr. Ya'ni bir-biringizga qarab harakatlanib kelayotgan o'rtadagi masofa 104 kilometr. Xo'p, endi nima qilamiz? Bu yerda hurmatli qarang. Bu yerda shoshilmasdan 3 kilometr soatga qo'shib olamiz va 5 kilometr mana bu soatni qo'shib olamiz va natijada 8 kilometr soat bo'ladi. Endi 8 kilometr soat bo'lgandan keyin bizda umumiy o'rtadagi masofamiz 104 kilometr masofa bo'lgandan keyin 104 kilometrni bo'lib olamiz 8 kilometr soatga va bizda 13 chiqadi. Ya'ni 13 Xo'p, 13 soat 13. Endi buni nima qilamiz? Qarang. Mana birinchi yo'limiz deb yozib oldim. Birinchi yo'limiz, ya'ni 13 soatni ko'paytiramiz mana bu birinchisiga. Mana bu 1 ga. Ya'ni 13 ni mana bu 13 ni ko'paytiramiz 1 ga, 13 kilometr soatga teng 39 kilometr soat bo'ladi va yana 13 kilometr mana bu 13 ni chiqqanimizni 13 kilometr soatimizni, hop mana bu yerga soatni ham yozib qo'ying. Hop, soatini yana ko'paytiramiz mana bu 5 ga. Xo'p, mana bu 5 ga ko'paytirganimizda 65 kilometr chiqyapti. Xo'p, mana bu joyda mana bu soatlar ketsa 65 kilometr soat. Endi qarang, buni mana tekshiramiz deyapman. Misol uchun o'rtadagi masofamiz chiqishi uchun haqiqatan bizni topgan javobimiz mana shu 104 kilometr masofani beradimi, yo'qmi? Xo'p, mana bu joyda 39 va 65. Mana bu joyda ham yozib qo'yibman. 39 va 65 ni qo'shsam haqiqatan ham masofamiz 104 kilometr bo'lgan ekan. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like va mana shunday matematikaga 4-sinfda qiynalayotgan va ishlashni bilmayotgan do'stlaringizga va o'zingizning yaqin sheriklaringizga yuborib qo'ying. Agar videoda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringiz va izohlaringizni yozib ketasizlar va barchaga videolarimizni ulashib va like'lar bosib qo'yish esdan chiqmasin.